Qorilarni sansirar ekan bir odam, yoshlari katta ekan. Va bir masjidga shomga kirdik. Abdulbosit qori gaplashib tursak, kelib ko'rishdilarda haligi hojiga. Ha, qori yaxshimisan deb ko'rishdilar. Keyin men e'tiroz bildirdim hojiga. Ha, bu qori aka hozir namoz o'qib berdilar. Ketlarida maza qildik. Ha, bu tirik Qur'on-ku bu kishi, qana qilib tilingiz bordi bu kishini sansirashga. Men yaxshi ko'rganim uchun baribir sansirayman. Mani odatim, yo'q, unaqa qilmang. Ulug'lash kerak. Ilgarigilar qorilar bilan betahorat ko'rishishmagan. Tahoratsiz ko'rishishmagan. Mushaf u qog'ozdagi mushaf, to'g'rimi? Qur'on. Ha, bu kishi ham Qur'on, bu kishi ham tirik Qur'on. Bu kishining qalbida bor. Tahoratsiz ko'rishishmagan qorilar bilan.